Qozog'istonda aholisining 99.6% o'zbeklardan iborat bo'lgan Qorabuloq qishlog'iga amalga oshirgan safarimiz davom etadi. Hududning har qadamida biz o'zbeklarni uchratdik. Nexia Cobalt mashinalari ham ko'p ekan. Bu yerda o'zbeklar klinikasi bor ekan. Qizig'i, zamonaviy uskunalarga ega mazkur xususiy maskan davlat orderi kelgan bemorni bepul davolaydi. Dispanserning uchta turadigan bemorlarga tekin dori beramiz. Besplatno, absolyutno. Insulin bari. Ha, insulin ham keladi. Bari tekinga beriladi. Частный poliklinikada biz xalqqa tekin ko'mak ko'rsata olamiz. Sababi mana hozir davlatda частныйlarga mana xalqqa ko'mak ko'rsata olasizlarmi? Davlat olinglar, xalqning olqishini olinglar. Prezidentningki davlatlar hamkorlikda. Klinika eng so'nggi texnologiyalar bilan jihozlangan ekan. Bu xona bizlarniki UZI Yujniy Koreyadan olib kelingan apparatlar. MR kabinet Assalomu alaykum. tekinga o'zimizga tirkalgan narsalar, masalan, grija bo'lsin, shag'ir bo'lsin, bari Sayramsk rayonida единственный MR apparat shu yerda bor. Chimkiga ketmadingiz, Asaraga ketmadingiz, Almataga ketmadingiz. Yo'q. Nimaga? Chunki Qorabuloqda umumiy shuna xalq soni ko'p bo'lgandan keyin bizda Hamma o'zi o'qigandan keyin o'ziniki tug'ilib o'sgan joyiga yordam bergisi keladi. Ona yurtiga qaytgisi keladi. Bugungi dasturimiz davomida ushbu maskan haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lasiz. Qozog'istonda aholisining 99.6% o'zbeklardan iborat bo'lgan Qorabuloq qishlog'iga amalga oshirgan safarimiz davom etadi. Hududning har qadamida biz o'zbeklarni uchratdik. Nexia Cobalt mashinalari ham ko'p ekan. Bu yerda mehnatkash, ijodkor va samimiy insonlar yashar ekan. Ular turli sohalarda o'zlarini namoyon qilib kelishadi. Masalan, tibbiyot sohasida. Bu yerda o'zbeklar klinikasi bor ekan. Qizig'i, zamonaviy uskunalarga ega mazkur xususiy maskan davlat orderi kelgan bemorni bepul davolaydi. Shuningdek, dorilar ham bepul berar ekan. Bugungi dasturimiz davomida ushbu maskan haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lasiz. Assalomu alaykum. Mana bugun biz nimada olib keldik? O'zingiz tanishasiz. Meni ismim Babayev Faxriddin Davranovich. Men klinikaning rukovodители, bosh shifokori, shu Nurlimet klinikasi bosh shifokori bo'lib ishlayman. Shu yerda yana konsultatsiya beraman, как vrach-endokrinolog, dietolog. Shu to'g'risida bemorlarni davolaymiz. Umuman Faxriddin aka, bugun Qorabuloqda nechta shifoxona faoliyat yuritadi xalqqa endi? Endi bizlarda hozir shu kunga kelib Qorabuloqda государственный deymiz. Bu shifoxona bitta. Poliklinicheskая служба deb aytiladi и statsionar. Yotib davolanadigan statsionar bitta и poliklinichеская служба bitta. Endi xususiy klinikalarga qaraydigan bo'lsak, xususiy klinikalar 10 taga yaqin xususiy klinika bor. Shulardan endi bizlarniki hozir davlat tomonidan yordam beradigan FOMS degan organizatsiya bor. FOMS organizatsiya bu shu bilan do'g'orga o'tirib bizlarga xalqqa yordam berishga bizlarga yordam beradi ular. Shu bilan do'g'orga o'tirishib birgalikda ishlashamiz. Государственное частное партнерство deb aytiladi bu. Shu bilan bemorlarga tekin yordam ko'rsatilish yo'lga qo'yilgan. Mahalliy xalq orasida bugungi kunda asab kasalliklari, qandli diabet avj olgan deydi suhbatdoshim. Umuman mana Qorabuloq xalqi asosan nima bo'yicha sizlarga murojaat qiladi? Qaysi kasalliklar bo'yicha? Endi bilasizmi, ko'pincha bitta juda ham o'rinli savol. Bemorlar bizlarda Qorabuloq xalqining bemorlari nima desak bo'ladi? Men o'zim shifokorman, endokrinologman. Qand diabeti kasalligini juda ham o'rinli deb bilaman. Hozirgi kunda bu kasal avjiga chiqqan payti urbanizatsiya, sivilizatsiya deymiz, 21-asrning kasalligi bo'lyapti. Bu kasallikka hozir sabablarni ham aytadigan bo'lsak, bu
kam harakatdor hayot tarzi desa bo'ladi, noto'g'ri ovqatlanish tarzi desa bo'ladi, asab sistemasini buzilishi desa ham bo'ladi. Hozirgi kunda juda ham bu o'rinli savol desa bo'ladi, chunki haqiqatda mana shu bari kompleks kasalliklarning bari, jalqlarning bari shu kasallikka olib keladi-da. Qand diabeti kasalligi. Eng qizig'i, bu yerda Janubiy Qozog'iston deya nomlangan o'zbek tilidagi gazeta chiqar ekan. Men bu gazetani ushbu klinikadan topib oldim. Mana siz bilan hozir o'tirib biroz suhbat qurdik. Keyin men eng qizig'i, men shuncha joyda aylanib bu gazetani sizda ko'rdim. Ya'niki Janubiy Qozog'iston gazetasi o'zbek gazeta ekan. O'zbek tilida chop etiladigan gazeta. Umuman ruxsat bersangiz, gazetani olib ketaman bittasini o'zim bilan. Albatta. Ya, unaqasimi? Siz bilan bir aylanib chiqsak, shifoxonani ko'rsak, unaqasi bilan. Albatta. Ruxsatingiz bilan. Yuring. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, o'zbeklar yashaydigan qishloqdagi klinika eng so'nggi texnologiyalar bilan jihozlangan ekan. Bu xona bizlarniki UZI funksional diagnostika deb aytiladi. UZI xonamiz. Bu yerda Yujniy Koreyadan olib kelingan apparatlar juda ham современный apparat desa bo'ladi, 3D, 4D ko'rsatadigan apparatlar. Hozirgi beremni ayollarga juda ham yaxshi, bizlarning skrininglarga, bemorlarni aniqlash uchun juda ham yaxshi yordam beradigan apparatlardan biri desa bo'ladi. Endi bu yoqda ham mana bizlar hozir yangi современный apparat olib kelganmiz. Olib kelganimizga 1 yil bo'lmadi hali. Buni ham Yujniy Koreyadan olib kelishdi. Bizlarning учредителlar S60 degan apparat, 60 degan apparat, juda ham современный apparat, 3D, 4D. Bu ham bemorlarimiz hozirgi раннее выявление deymiz-ku. Skriningda vaqtli aniqlash uchun beremni ayollarni boyagi nogiron bolalarning tug'ilishini oldini olish uchun juda ham yaxshi apparatlar deb bilaman men shu apparatlarni. Bo'ldi. Fahrim aka, men savol bermoqchi edim. O'zingiz qayerda o'qigansiz? Menmi? Ha. Men o'zim Chimkentda, Chimkentda. Южно-Казахстанский государственный медицинский академия. Necha yil o'qigansiz? Doktorlik bilamiz, juda uzoq vaqt o'qiladi. Doktorlikka bizlar 7 yil o'qidik, keyin men O'zbekistonda Naучно-исследовательский институт endokrinologiyada o'tganman. Yuridik spetsializatsiya shu yoqda o'tganmiz. Rahmat. Okulist xonasida ham zaruriy uskunalar mavjud. Spetsialistlarimiz Ha, bo'ldi. Xijolat joyi yo'q, xijolat joyi yo'q. nevropatolog, bu yerda nevropatolog qabullaydi, ertalab qabullaydi. Obeddan keyin okulist vrachimiz, shifokorimiz o'tiradi. Xo'sh, bu mo'jazgina shifoxonaga bir kunda qancha bemor keladi? Bu savolga aniqlik kiritdik. Hozir bu yoqda konsultatsiya bo'lmayapti. Umuman shifoxona bir kunda qancha aholini qabul qiladi? Bir kundami? Ha, hech hisoblab ko'rganmisiz? 450 ga yaqin bemor kelib o'tadi bizlardan. Kelib murojaat qiladi demak. Murojaat qiladi. Assalomu alaykum. Ha. Bizlarning Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? O'zbekistondanmiz, mehmonimiz. Ismingiz? Sanjar. Sanjar aka. Siz doktorsiz. Qaysi sohaniki? Vrach kardiolog. Allohasi bilan biz O'zbekistondan keldik. Ya'niki o'sha O'zbekistonda turli xil millatlar totuvligi, chetdagi o'zbeklar hali ko'rsatuvlar qilamizda. Qorabloqqa keldik. Eshitganmiz juda katta qishloq, baynchasi bor ekan, aholisi ko'p ekan, unaqasi bilan. O'zingiz ham o'zbek? Qayerda o'qigansiz? 2009-yili 2008 maktab bitirib, 2009-yili Qarag'anda meditsina universitetiga tushdim. Gide Qarag'anda deng. 2016-yili bitirganman. Vrach общий meditsina. Yo, turasiz, xudolasini bilan. Unaqasi bilan. 2016-yili ish tajribam boshlandi. Shundan beri hozirgacha ishlayapman. Ha, yaxshi. Qarabog' rayon больницасida ishlayapman hozir. Qattiqroq dema. Juda o'zim mikrofon xudolasini. Qora ekan yo'q.
2 yil bo'ldi shu Nurli med klinikasida vrach terapevt, kardiolog. O'zingizdan Qorabuloqda. Ha, Yerda tug'ilib o'sib, shu yerda tug'ilganman, shu yana yerda. qaytib keldingiz. Ha. Chimkiga ketmadingiz, Asaraga Yo'q. ketmadingiz, Almataga ketmadingiz. Yo'q, yo'q. Nimaga? Chunki Qorabuloqda umumiy shuna xalq soni ko'p bo'lgandan keyin bizda ish soni ham yetarli, ish joylari ham yetarli. Keyin uyda ham yolg'iz bo'lgandan keyin baribir shu yerda xohladimda, shu yerda Tug'ilib o'sgan joy joyga tortib o'zadi. Bizda boshqalar o'sha yoyilib boshqa yerga ketmaydi, обычно Qorabuloq ko'proq 90% o'ziga kelib ishlaydi. Tanishgandan xursandman. Ishlaringizga omad, salomat bo'ling. Bo'ldi. Xudoga olangizni joyga. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xudoga bo'lsin. Siz nima bunaqasi bilan? Siz qaysi sohadan keldi? Lor sahara. Lor sohasi. Sizni olmayapmiz. Xudoga bo'lsin. Shu turadi bunaqasi bilan. Nima shikoyat bilan keldingiz endi? Sal nima tuberkuloz deydi, bir tarafının qulog'iniki снижениесі бар да. Aha. Buni endi hozir beremizda bor, beremizda bo'ladimi, bo'lmaydimi deganda решение chiqsa konsultatsiyaga kelgan bo'ldi. Gran sohalardan tug'ilsalar, Xo'p, ismingiz Ilizbek ekan, Ilizbek aka, Qorabuloqda tug'ilganmisiz? Qorabuloqda tug'ilgan. Qayerda o'qigansiz? Ostonada o'qigan. Ostonada o'qib, nima qaytib keldingiz? Chaqirib oldi. Ha, bo'ldi. Kim chaqirib oldi sizni? Ha. Yo'q, endi To'g'ri. hamma o'zini nimasi bor, nima deydi, armoni deydi, u qozoqchada. Ha, bizda ham shu armon. 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 Hamma o'zi o'qigandan keyin o'ziniki tug'ilib o'sgan joyiga yordam bergisi keladi. Ona yurtiga qaytib. Ona yurtiga qaytgisi keladi. Shu savol beryapmiz. Mayli. Besoqmadi, tanishgandan xursandman. Bemoringiz xijolat beryapti. Biz qochdik. Salomat bo'ling. Tuzalib ketdik. Biz O'zbek madaniyat markazining raisimiz. Yo'q. A'zosi. Singli. Mayli. Bemor anaqa qiladi. Bo'ldi. Muolaja olayotgan bemorlar yetarlicha ekan. Ularni bezovta qilmay, yuqori qavatdagi insonlar bilan suhbat qurishga qaror qildik. To'rtta birov kelyapti, shuni nima qilishni baya bularni nimaga araydim. Nimaga boshlangan anlarchi dedi. Bo'ldi. 3-etaj dedi. Buni qarangki, klinika o'zining SMM'siga ega ekan. Bemorlarning biri bilan intervyu tashkil qilishgan. Ko'rsatma, sizga bizni PR odeli bor ekan, qoida asas. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamasdan ismingiz? Akajon. Akajon. Siz endi sohangiz SMM. Instagram, YouTube'dami yoki TikTok'dami? TikTok. Bizim motorimiz. Assalomu alaykum. Xijolat bo'lmang, avvalambor shifo bersin. Biz O'zbekistondan mehmonmiz-da. Siz O'zbekistondan? Ha, biz O'zbekistondan keldik. Bizga qiziq. Qorabuloqliksiz. Qorabuloqman. Hop. Birinchi marta kelishingiz endi yo'qmi? Bu yerda ikkinchi marta yotishim. Aha. Avval ham yotib chiqib ketganman, lekin hozir yana 4-5 yildan keyin yana yotyapman. Lekin sharoitiga juda ham baham berib o'tiribman. Aha. Chimkentlarda ham yotib yurganman, sharoiti bunchalik emas edi. Hammasiga men rahmat aytgim kerak. Hammasini mana taptoza appoq pastel belolar berib qo'ygan. Bari men shu mamlakat tomonidan tegin bo'laydi, 3-guruhda invalidiman. Bu yerda ishlaydigan vrachlarning bariga rahmat aytgim kelib turibdi. Hammasiga men alqishimni aytgim kelib turibdi. Mana shu vrachlar bari meni yaxshi qaraydi, yaxshi men vrachlarim hammasi. Bu yerda familiyasini bilmay qoldim. Erkin Abduqaharovich. Erkin Abduqaharovich. Ular bari meni yaxshi biladi. Kattaroqqa ketgan. Dursbek Abdullayev bor, u ham yaxshi qaraydigan vrachlarim. Bayani Bekmurod Xalqulmaydi. Ana u Nima sizdan bezovta qilyapti? meni bezovta qiladigan allergiya kasalim bor. Meni ham shu onamga. Allergiya kasalimdan bezovta bo'layman. Ko'p ko'rasizmi shunda? Keyin hozir yana boshqa tomondan allergiyasiga ko'targan yo'l qildim. Hech yaxshi bo'lmayapti. Shuni shu yerga yotib, fizichini alaydi, ingalyatsiyalarni alaydi. Bundan shunday kelgan edim. Xudo shifo bersin. Yana bir kardiolog vrachimiz ham bor edi, Sanjarmidi. U ham juda yaxshi vrach. Bari meni taniydi ular, hammasi meni vrachlarim. O'g'illarim bo'lib ketgan ular. Mayli, shifo bersin. Rahmat aytyaptimi, o'zim ham tan qilyaptimi bitta. Shunchalik shahardan ham sharoit yaxshi ekan,
Durlamayıp desene defa çıkıp görgenmez edim hali. Fakat başını karab, başını görünüp gededigen edim. Betini görüp, şaraylarını görüp, baytta atrafımda şeriklerim gelip edip oturma. Min rahmet şundak şarayını yaratıp olanlar ularlar. Min rahmet şundak şarayını yaratıp koydu, judayam yaxşı. Ben Çimget'te bundak şifaxanı görgenmez edim. Çimget'te yatıp duramar özüm. Chimkentdan ko'ra bet yaxshi olasiz. Betdi yaxshi olaydı bana deydi. Mana условиялары бар. Yaxta namoz o'qiyolmaslik. Bitta qashda namoz o'qishga sharoitlar bor ekan. Men shunisiga baho berib o'tiribman hammasiga. Sizga Xudo kuch-quvvat bersin, shifo bersin. Salomat bo'ling. Sizni ham eslatdim. Aytganingizga sunmaydi. Vrachlarimizga ham rahmat hammasiga. Salomat bo'ling. Yana bir bemor bilan muloqot qildik. Parafiy muolajasi qilinmoqda ekan. Avvalambor assalomu alaykum. Vrachlar yaxshi, hammasi. Sizni nima bezda qilyapti endi? Davleniyada. Davleniyada har safar kelib turasizmi shifoxonaga? Ashitda olim ikkinchi marta olishim yaxshi o'tganda jani bezovta zo'r. Necha yilgacha, necha kun, necha yil emas unda? 3 oyda keldim. Ha, 3 oyda keldingiz. Necha kun davom etadi lecheniya? 8 kun o'tadi sog'liq xavfsiz bilan. Hozir nima olyapsiz endi? Ha, parafiy olyapsiz. Ha, bo'ldi. Fizioterapiya hozir. To'g'ri aytdimmi yo? Fiziologiyada. Klinikadagi stomatologiya bo'limidamiz. Bu yerda ham ish avjida. Bemorlarga tibbiy xizmat ko'rsatilmoqda. Klavishi. Assalomu alaykum. 2 minutga, 1 minutga vaqt olib tursam bo'ladimi? Tushni og'riyaptimi endi? Ha, brek o'tiryapsiz. Okey, mayli, sizdan savol javob qilamiz. Ismingiz nima sizni? Aslon aka. Qorabuloqlik sizni? Qayerda o'qigansiz? Chimkentda o'qib, nega qaytib keldingiz? Baribir. Aha. Endi tug'ilib o'sgan joy totadimi? Bo'ldi. Bezda qilmaymiz. Rahmat. Salomat bo'ling. Xo'p. Qiziq fakt. Qishloq klinikasi o'z dorixonasiga ham ega ekan. Shifokor retsepti bilan dorilar bepul ajratilar ekan. Ya'ni xususiy klinikalar davlat dasturi bilan uyg'unlashganligining guvohi bo'ldi. Qozog'iston Respublika Sog'liqni saqlash vazirligidan dispanserning uchotda turadigan bemorlarga tekin dori beramiz. Besplatno, absolyutno. Uchotda turadi. Например, давление bilan, saharniy diabet bilan kelgan patsientlarga bu yoqdan biz retsept yozib berib, shu yerdan tekinga taratadi. Mana tekin degan pechati bor. U sotilmaydi. Mana tekin, besplatno. Ruxsatingiz bilan. Davlat tarafdan Ruxsatingiz bilan. Mayli. Aha. kelgan bemorlarga bariga bronxialniya, astma, давление, HSN deymiz, sahar o'sha uchota turdi. Mana yaзвенный болезнь желудка bemorlarda oshqozonda yara bo'lsa, shunalarni uchotga olamiz. Действительно подтвержденный diagnoz bo'lsa, tekinga shu yerdan davo beramiz. Частный poliklinikada Biz xalqqa tekin ko'mak ko'rsata olamiz. Sababi mana hozir davlatda sistemasi shunday bo'lib qoldi. Частныйlarga xalqni ajratib berib, mana xalqqa ko'mak ko'rsata olasizlarmi? Davlat olinglar, xalqning olqishini olinglar dedi. Prezidentniki davlatga hamkorlikka. Shu bizlar oylikni zarplatani davlat tarafdan u yerda ham oshdolar bor, davlatdan keladi. Частный bo'lsa ham oylik, lekin davlatdan keladi. Hozir 10.200 naseliyamiz bor. Shu bu qator dorilar bu azayib qolgan, mayda to'lib tashib. Uje shunga o'zi insulin bari. Ha, insulin ham keladi. Bari tekinga beriladi. Insulin bo'lsin, tabletka bo'lsin, Antares bor. Yo'q, qoyil. Menga qiziqda, biz O'zbekistondamiz. Men O'zbekistonda ko'rmaganman, lekin menga qiziq. O'zbekistonda yo'q unaqa. Uninchi Qozog'istonda Qorabog'da tug'ilish kerak. Mayli. O'zidan Qorabog'da. Ha, boshladim. Qanyor tishda qanyor. Erkin Etrox barni 75 mg. Men 3 o'tdim. Evotron bor. Etroxni alam olmadim, Evotron. Beraversa men 3 o'tdim dedim. O'z beramiz. Uchastkangizda bormi, Retsept yozib berasiz, xo'p, Farqi Etroxning boshqasi edi. Levotron. Etrox degan. Etrox. Endi Zumradov hozir dori olmoqchi bo'lsa-da, nima qilishlari kerak bo'ladi? Tepaga chiqarib, vrach retsept yozib beradi. Retseptni olib, pechati bosib tushirganda Har elektronik kompyuterda retsept beradi. tekinga nima qilib, arkasiga qo'l qo'yib beradi. Misol, Shenboyev
makina bor. Va telefon nomerini yozib, mana qo'l qo'yib, oldin tekin kerak. И elektronli unaqa, o'sha Bari elektronli. elektronli bosib. Ba'zan mini ziraf ham ko'rib o'tiribdi, obl ziraf ham ko'rib o'tiribdi. Hamma ko'rib o'tiribdi. Nima berilganini ko'rib o'tiradi. Yana bitta bemor boshqa bankalarga bora olmaydi, faqat o'sha cheklangan o'sha anaqasi bilan. Yo, agar bizlar Turkiston oblasida Aha. bu bemor bizada, biroq Turkiston oblasida qancha rayon bor, Aha. bizga keladi. Agar bizda bu dori yo'q bo'lib qolsa, yanimizdan boshqa poliklinikadan olib bo'ladi. Shuning mumkinchiligi bor. Qoyil, gap yo'q. Ishlariga omad. Charchamang. Bo'pti, alarma. bo'ldi, ustiga Valla, zo'mada Qog'oz bosib yo'qda, bari elektronniy kompyuterda. ha, buni qo'l qo'yish. Bu yerda rentgen va MSKD uskunasi ham so'nggi rusumdagi deydi suhbatdoshlarim. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamasdan. Bu xohlasa yaqqizib, xohlasa yonboshlab, xohlasa tikka qilib olaveradi. Приватном цифровой рентген аппаратimiz. Современный altdan o'tib ko'rishingiz mumkin. Ya bo'ldi. Xijolat bo'lmang. Ana, qiynamang, qiynamang, bo'ldi. Ismingiz nima sizni? Zafar aka, Qorabuloqdanmisiz? Qayerda o'qigansiz? Chimkentda o'qib, bitirmay qo'yibsiz. Ya, hazillashamiz, askiya qilamiz-da. Baribir ona yurt tortadi-da. Ona qishloq tortadi. Xizmat qilyapman deysiz. Ha? Bizda shunaqa savol qilamiz endi, to'g'ri tushunasiz bizda. Bo'ldi, xijolat bo'lmang, rahmat. Bu yoqda oxir emort kabinet. İşmi yo'q ishda? Bu yoq emort kabinet. Assalomu alaykum. Tekinga, Aha. o'zimizga tirkalgan narsalar, masalan, grija bo'lsin, Aha. или bosh og'riq bo'lsin, bari Sayramskiy rayonida единственный emort apparat shu yerda bor. Tekinga. O'zimiz shu yerga. Demak, MRT yagona sizlarda. Ya, ichida patsient bor. Bor. Ya. Ko'rishga betdan ko'rishga bo'ladi uni. Bo'lmaydi. Ya, odamlar bilan ochmaylik, ha. Tekinga. Bunda boshqa nimalarda 15 ming, 20 mingdan kerak bilmay qoladi. Yo'q, bo'ldi. Tikilgan. Xijolat bo'ldi. Qanaqa qilamiz? Bo'ldi. Endi o'zingiz tanishtirmaydi, shunchalik bizga ona qildingiz-ku. Men tanishtiring, yuring, mana o'zingiz tanishtirib. Yo, mana shunday gapiravering, olyapmiz buni. Ha? Yurib bor. Men sizning familiyam Abdukarim Firqin Abduqaharish, Qarabuloq qishlog'ida tug'ilganman. Aha. Mana Chimkentda meditsinskiy akademiyani bitirganman. Aha. Xo'p, bitirganimga 20 yil bo'ldi. Qarabuloq больницасida katta infeksiyanist, zamg'ar vrach bo'lib ishlaganman. Hozirgi kunda shaxsiy klinikaga zamg'ar vrach bo'lib ishlayman. Tanishgandan xursandman. Bu hozir Turkiya o'rni degani registratura. Ha, registratura degani. Qasdi. Ya, nimaga uyadasizlar? Nimaga uyadasizlar? Uyami? Nima uyamini yonina qilayotganlaringiz yo'qmi? Bizga qiziqda, assalomu alaykum. O'zbekistondanmiz, mehmonmiz. Unaqasi bilan doktor. Biz bemor bo'lib kelsak, mana sizlarga o'chashamiz, a? Sizlar nima qilasizlar? Yozasizlarmi, shunda nima qilasizlar? Yozmaydi, kompyuterdan tashlab beradi bo'ldi. Kompyuterdan. Ya, elektrondan uni tushundim. Sizlarda ko'rik narx qanaqa? Qancha? Misol 50 ming so'm, yo bizda mana har xil joylar bor. 50 ming so'mdan to 250 ming so'mgacha. Ha, narximi? Narxida endi unaqasi. Har xil unaqasiga qarab. Sizlarda-chi? Bizda bundayda boyagi 10.200 naseleniyangiz bor. U абсолютно bari MRT, осмотр, konsultatsiya bari tekin, бесплатно. Assalomu alaykum. Например, Yaxshimisiz? Bemorni Qorabuloqlikmisiz? Chetlikmisiz, Qorabuloqlikmisiz? Nima beso qilyapsiz endi? O'zingiz emas, yo qarindoshlaringiz keldimi deyman-da? Zarina, hozir siz nima qilyapsiz shunda? Ha, javobni nima qilyapsiz? Ha, bo'ldi. Biz shuni so'rayapmiz, xijolat bo'lmaydi. Xudo shifo bersin. Unaqasi bilan. Ha.
Shu bizlarni uchastkovoyimiz 1-2 savol beramiz. Bir ikki savol beramiz, bo'ldi. Faqat Olmayapti. opa xijolat bo'lmaysiz, xijolat bo'lmang. İsmingiz? Bunyod aka. Qatnaysiz? Qayerda tug'ilib o'sgansiz? Qayerda o'qigansiz? Toshkentda necha yil o'qidingiz? O'qlar o'tib ketdimi? 7 yil o'qidingiz. O'qlar. Nega bu yoqqa qaytib keldingiz? Tortadi, baribir onangiz tortadi. Soqingizmi endi sizda? Ha, uchastkovoy medbrat. Uchastkovoy yuradimi yoki xonada o'tirib Savol shunday? qo'yar ekan shuning uchun. Priyom vaqtida shift o'tiramiz, priyomdan tashqari uchastka qilamiz. Priyom nechidan nechigacha endi sizlarda? Graf har kuni har kuni. Aha. 8 da boshlanadi. 12gacha ketadi. Umuman sizda nechta aholi qariydi? Nechta aholiga? Ichni o'zida 1200 ta aholi bor masalan. Klinikadagi bemorlar bilan olib borilgan suhbatlar ularning qoniqishi va xizmat sifatini oshishiga qaratilgan muhim ma'lumotlarni bilib oldik. Ochig'i bunday qishloqda zamonaviy klinikaga duch kelaman deb o'ylamagan edim. Mehnatkash va zahmatkash Qorabuloq o'zbeklari faoliyatiga omad tilab, biz safarimizni davom ettirdik. Keyingi ko'rsatuvlarimizda bundan qiziq ma'lumotlarni bilib olasiz. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.